yaxshi Artel yaxshi Dolby Atmos zo'r ovoz Dolby Vision ko'zga mos. Bugun futbolni poylada Firdavs va men 24 soat turishimiz kerak va kim ko'proq tursa 2 million so'm yutib oladi. Bu payt davomida biz yana har xil challengelarni ham bajarib boramiz. Har 2 soatda hojatga chiqish, ovqatlanish va suv ichish imkoniyati beriladi. Bu har 3 ta imkoniyatdan biz challenge davomida atigi 2 marta foydalana olamiz. Shunday qilib video boshlandi. Mana bolalar biz boshqa oldik 24 soat turamiz. Men o'zimga удобный bo'lgan tapshi kiyib kelganman. Блядь, что за тяги такие бархатные? Shartdan rad ketib o'taman. O'tirish mumkin emas. Faqat turishimiz kerak. Balesimiz endi amaliyimizga ham umiddaman. Bizda vazmonsiz bo'ladi, ovqatlanishga 2 marta, hojatga chiqishga 2 marta. Aytgancha, biz bu imkoniyatimizga Joker deb nom berganmiz. Agar shu shansdan foydalanmasak, gap ketadi bu narsa. Orada o'yinlar bo'ladi, har xil. Buni mana bolalar bor. Обязательно bosmaganimizdan bular qarab turish kerak, chunki bossa, biron bo'lsa bu noto'g'ri bo'ladi. Bular hal qiladi. Da shartlarni biz tuzib berganmiz, lekin, например, nomerlarni tanlashlarni bular hal qiladi. Shuning uchun biz hech nimani bilmaymiz. Atigi zo'r shartlar bor, o'yinlar bo'ladi, har xil, qiyinchiliklar bo'ladi. Hammaga salom, sizlar yana Saramola YouTube kanaldasizlar. Menga sarika aytmanlar, qanaqa syomka bo'lishini yuror deb keldim. Shu polga kelsam 24 soat bo'lib qoldi. Mana shu Dugachadan kim oxiri chiqib ketish, ya'ni 24 soat, ya'ni men liniyamni bosib qo'ysam, hozir o'yindan chiqib ketaman. Men keyin tualetga ham kirmagandim, hozir tualetga kirish 2 marta mo'jizaga gap hozir endi deymiz, endi yutishga harakat qilamiz. 2 millionni olib ketib, yaxshi yo'lga ketdik. Mana menga sherik Shukrullo Isroilov. Hozir menga bu endi yordamchi, ya'ni mana shu kamera orqasida turib, hozir menga savollar berib, tomonda shu Hamirdan akalar turibdi. Saraka bilan Shukr menga sherik. Va shuni qilib videoni ham boshlab oldik. Endi shu issiqda Firdavs va men 2 million so'm uchun tek oyoqda naq 24 soat turishimiz kerak bo'ladi. Va bu orada bizda har xil qiziqarli holatlar ham bo'lib turdi. 5 ta janglar qilib bering. 5 ta qilib tapishga endi. Bosormi, qarang. Bo'ldi, qimirlasang tugadi. Hoppa, tapishgasiz turasan endi. Yo'q, olib bermay, voy. Yo'q. Qiynash. Unda nimasi qiziq bo'ladi bu videoni? Hamdoq turib, oyog'ing bermaganing uchun bashiringga otsamchi. Olib ber, kuyonman, bo'ldi. To'xta, voy. Da kiyotgan paytim. Hop. Da tek etib qolsam nima bo'ladi? Yutib qo'yasan. Bo'ldi, qizning chiqardim. Mana videomiz 2 ming davom etdi. Dasturlarimiz 3 ming tur yutib ketdi. Bu video yozda avgust oyining boshida olingani sababli qanaqa qiyinchilikka uchraganimizni video davomida ko'rib borasizlar. Video qiziqroq bo'lishi uchun bolalar bizga har xil savollar berib turishdi. Sizni fikringizcha 2 million 24 soat shu turishga yetadimi? Arziydimi? Men bu yerga pul uchun kelmadim. Yutuq umuman pul kerak emas. Ya'ni men To'g'risi, birinchi shartgacha Firdavs kelamiz unchalik qiynalganimiz yo'q, lekin hali hamma qiyinchiliklar oldinda edi. Va birinchi shartni ham vaqti kelishni boshladi. Va endi birinchi shart boshlandi. Bu shartni birinchi men boshlab berdim. To'nqay. Men hozir 5 ta ushadim. Bilmadim narada Firdavs nechta ushaydi. Endi bo'lsa Firdavs harakat qilib ko'radi. Firdavs o'pshi shunda 2 ta ushadi, Sarkaniki nechta ushaganlar? Nechta bo'ldi? 3 ta to'xtab 5 ta ushadi. 5 ta ushladinglarmi? Ha, 5 ta. Voy, bad. 5 shansida? Qara, aka. Firdavs o'zi zadaniya emas bu, sizlarni pulshilik ishlaydi, Sarkaga ko'proq puls bo'ladi bu narsa. Wow. Saraka, hozir siz yutdim deb o'ylaysizmi? Ko'rib turibman, ko'rmagan, yutdim kanishni. Firdavsga kichkina zonti deb berdim, sizga katta zonti. Rahmat, shuni birinchi menga berib ketsang bo'lmasmidi? Bu bilmadim-da, uni mo'sh yetib qo'yadi. To'g'ri lekin bu ham to'g'ri. Challenge soat 9 da boshlanadi, mana 10 da menga zonti berishdi. Endi shunda turamiz azizingcha. Va bu shartda bizga salqinroq bo'lishi uchun zontiklar berishdi. Endi ancha yengil turamizmi? Yo'q.
Aksincha, zontik ko'taraverib, oyoq olib, qo'limiz ham og'rib ketdi. Va zerikib ketganimizdan har xil gaplar qilib, o'zimizcha challenge qilib turdik. Xizmatda bilsalar, ko'z yumib bunday qilganlar chiqib ketib qoladi, endi-da. Yaxshi ko'ramiz ham. Mayli, nima bo'lsa bo'lsa, chiqib ketsam chiqib ketdim, ketmasam chiqib ketaman. Xizmatda. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Orqani yovyapti. Soat 9 da boshlavdik. 10 da bizga zadaniya berishdi. 12 da zadaniyamiz bo'ladi. Shunaqa Va shunaqa qilib turdik va yana turdik. biz mana butun stadionni arendasini olganmiz. Hozir bu stadionda bizdan boshqa hech kim bo'lmaydi. 24 soat. 24 soat cho'tda chiriymiz biz bas bilan. Men bilmayman, dam oladi, aylanadi, bo'ladi, zonti bor, suv bor. Biz tikka oyoqda turibmiz. Men bilan o'tiribdi, Mametda. Menga qara, qanaqa gaplar. Xullas bir amallab shu vaqtda ham o'tkazib oldik. Endi bo'lsa soat 12 bo'ldi. Bu degani bizga hozir shart beriladi va bu shart Короче, 3 marta. Shuras kim ko'p? Shuni tushirib qo'ysa, o'sha kim ko'p? Kim ko'p tushirsa shutadi, to'g'rimi? Ikkita qansiz bor. Bo'ldi. birinchisini tushira olmadim, ikkinchisini ham va keyingisini ham. Bu safar Firdavs jonim yutsin. Endi bo'lsa Firdavsning navbati. Ras, tushisham. Yaxshi. Billi. Bitta tushirdi birinchiki. O'sha qolganini otmasa ham bo'ladi. Qilganimni tan olaman, chunki 0 ta tushirdim men. Hozir endi interesli nima zadaniya bo'lar ekan? Mana mashq qilsam menga. Saraka hozir bu zadaniyada 0 ta tushirdilar va bu zadaniyada siz yutdingiz. Bo'ldi mana. Yutganim uchun mana shu ham sizlarga. Endi zadaniyani sharti qanaqa bo'ladi? To есть bu shart emas, sizga plus bo'ladi, joker bo'ladi. Jokerda ovqat, suv, tualetdan bittasini tanlash huquqingiz bor. Bittasini hozir ishlata olasiz. Dalimali. Hozir qanqab ketdim nerga. Qordim ham och. Va syomka bo'lishim, bunaqa syomka bo'lishim bilgan bosh tualet kirib chiqardim. Nolat tualet tanlayman bu yoqda. Iloji yo'q, ta'kidam chidab turib. Firdavs, mana siz shu importli hojatxona. Va Firdavs o'zini orzu qilib kutgan ishini bajardi. Endi yana turishda davom etamiz derdim-u, lekin Firdavs o'yindan chiqishga Sizlar nima deb o'yladinglar? Men 2 million yutishim kerak, yutgan kelganman bugun. yo'q, qaror qilmadi. Xullas, endi kuch tejash uchun gapirmasdan, o'yin qilmasdan faqatgina turdik va soat 2 da turgan joyimizdan darvozaga gol urishimiz kerakligini aytishdi. Mana короче, hozir o'zimga urishimga ishonyapman. Qaranglar. Firdavs o'z imkoniyatidan foydalana olmadi. Chap oyoq emasman. U hozir harakatga oson oyoq, o'ng oyoq tepalar. Men chap tomonga turib qolman. Hozir menga shukur tushuntirdi nima qilish kerakligini. Gol uraman. Chunki men o'ynaman, bir to'g'ri yo'lda o'ynadim. Va men bu imkoniyatdan bemalol foydalandim. Sara! Voy, qizdim boru. Ish qilish shart. Real bo'lmasa bo'ldi, to'g'risi bor o'zi. Qornimdan real ochdi, yomon chanqab ketdim, bilmadim. O'tirib ichaman, buni to'g'ri tushunasiz. Bu shartda yutgan odamga shunchaki suv berilar ekan, yutqazganga esa Firdavs, bu zadaniyada siz bir pochka qurtni oxirigacha hammasini yeb berishingiz kerak bo'ladi. Men hozir chanqayotdim, yana qurt beryapti. Vaqti qaralashtiribdi, shartga beramiz. La ты крыса! Ular. Yaxshi. ha, qurt yedi va yana yetmaganiga bolalar yonida muzdek suv ichib turishdi. Firdavs bu turishiga achingan bolalar unga ham suv berishdi. Endi bo'lsa kechki vaqtga qarab ketyapmiz. Soat 4 bo'ldi, lekin bizga hech qanaqa shart berilmadi. Soat 6 bo'ldi va biz turishda davom etyapmiz. Shu joyda qilgan mehnatlarimiz uchun videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hali qiziqarli challenge-da oldinda. Hozir hech qanaqa interes narsa bo'lmadi. Sababi hamma ketgan. Hech qanaqa shartdan berishmadi. Biz просто turdik, qo'yilib, вообще olib ketyapti. Hozir yana turishimiz kerak. Kelguncha ular. Mana quyosh kirib ketyapti, soat ham 7 bo'ldi. Saraka azginchichida Joker zadaniyaga o'tamiz. Joker zadaniyaga azgina qoldi. Va quyosh ham kirdi. Hozirgi shartda esa yutgan odam ovqat, suv yoki tualet shulardan birini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Firdavs uju quyosh ham kirdi. Aka, любой bitta son tanlang. 2 bo'ldi qolsa mayli. Mayli, 7. Aka, bu zadaniyada siz yutdingiz chunki Firdavs u yoqda ikkinchi nomer tanlagan edi. Bu yerda kim baland son tanlasa o'sha yutadi. Menimcha ovqatlanishdan потому что qorin вообще bo'lib ketdi. 12 soatdan beri. Bo'ldi, sizga endi 5 minutda ovqat organizatsiya qilamiz. Rahmat, abdushir, rебята. Qaranglar, rебята, biz qorong'ida spichka bilan olishga harakat qilamiz,
lekin hech kim bosmadi, hammasi haqqoniy. Потому что statistika ko'rinmaydi. Shuning uchun qorong'ida majburmiz shunaqa olishga. Bu shartda Firdavs yutqizdi va eng yomon ko'rgan ashulasi. Vakarnisda ko'p ishni olganman o'shanga. Bu shartda bo'lsa aynan shu ashulani naqd 2 soat davomida eshitib o'tirishga majbur. Mana desak, yororosizlar lekin. Молодец. Men ham deyman. O'zim realni aytaman, 2 soat eshita olishga ko'proq yetaman. Mayli, men to'g'risi, men 2 million ham kerak emas hozir. To'g'risi ketaveraman. Просто Sarakaga men yutmoqchiman bugun. To'g'risi, men kameraga ham aytaman, do'stlar, sizlar uchun hozir kontent bo'lsin deyapman. Men tualetda o'shandan beri tualetga chiqqanim yo'q, yig'lab boraman. Endi hozir 2 soat yilyapti. Bilmadim. Hozir afterski prova kelmaydimi axir? Mana o'zingiz tanlagan fast Men o'zim tanlaganman. maksimal eng arzon topib keldim noma. Xuddog berishyapti menga, rебята. Maksimalni qiynashyapti meni. Lavash beringlar, hakam. Bo'ldi, tiqqaman men buni. Vashi o'ldim lekin. O'tirib ish kerak, to'g'rimi? Juda ham qonim ochib ketgandi. Mazza qilib yeb oldim. Endi bo'lsa dalishib turish kerak. To'g'risi desam, strashniy qo'rqyapman. Bunaqa bo'ladi o'ylamagandim. O'yi soat 9 bo'ldi. Men bitta hech ko'rmagan ekanman. Qo'lda deb tuzman qolmagan ekanman hayotda. Hech kim Maritda Saraka sunnataga yordam kelganlar. Bu yoqda sunnataga turibdi. Bu yoqda hozir Shukur kelgan. Eng qizig'i bori, Shukur mashina bor, uxlab oldi. Men bitta kamera qo'yib qo'ygan. Liniyani bossam, trazi ketib qolaman. Endi men nima deyman? O'yinni tark etdim. Afsuski tark etmayman, chunki 90% o'zi keldim. Nima ham qilamiz? Xullas oradan yana ancha vaqt o'tdi va bolalar bizani qiynalganimizni ko'rib bizaga 2 soat davomida stolda o'tirishga ruxsat berishdi. O'tirgan holatda oyoqni tizuvdan chiqarish mumkin, lekin butunlay chiqib ketish shartdan chiqib ketdi degani. Qanday ishlaysan buni? Uyga rahmat, lekin bor. Ara Firdavs 2 soat vaqting bor, mana senga olib keldim o'tirishingga. Mazza qilib dam olib olasan buni. Voy! Mazzami? Realniy bor. Ha, Firdavs ham axiri bugungi maqsadiga yetdi. Mana bolalar soat 12 bo'lgani uchun mana bolalarga stulchka olib kelib berdik. Ozgina dam olishsin. Qiynalib ketishdi. Bularni men ko'rib qiynalib ketaman. Realni men ko'rib qiynalib ketaman. Qanaqasiga poliyada 24 soat yashash mumkin? Qarang hozir 2 gachami shunda soat? 2 gachamda rovno 2 soat vaqting bor. 2 soat rohatlan. Endi mazza qilib o'tirdik. O'tirib charchaganimizdan uxlab ham qolmiz. Kamerani shtativga qo'yib o'zim ham uxlab qolman. Hozir sunnatiga kelib meni uyg'otdilar. Hozir soat rovno 2 bo'ldi va ularga hozir zadaniya beramiz. Rovno 2 soat bo'ldi. Vaqting tugadi sani. Birpasda-ya? Birpasda. Soat ko'rsatib. Uxlaganingga menimcha bilinmagandir, biz ham 2 soat turdik, lekin qara hozir sразу senga bitta zadaniya bor. Zadaniya emas. Hozir nima bo'ldi o'tirganim? Ha, shu bo'ldi. Hozir onlayn donoziki bo'ladi. Hozir bitta narsa tanlaysan, qaychi, quduq yoki qog'oz tanlaysan-da. Sara ham xuddi shu narsani tanlaydi. Qarang, Joker yomg'ir, ya'ni tualetga boring-ku. Joker hozir. Saraka bormadimi? Yo'q. Bormadimi? Ovqat tanlagan. Yo'q, hali shu yerda o'qisan, bormadimi? Talash kerak Firdavs. Da, Firdavs bitta narsa tanlaysan endi. Nima tanlash? Qog'oz xuddi qaychidan. Qaychi? Bo'ldi bolalar ko'rganingizdek qaychi tanladi. Endi borib Sarakadan so'rab kelamiz, nima tanlayotganlar. Hozir Sunnat aka bilan gaplashdim. Sunnat aka aytishlari bo'yicha Saraka zonzozikida yutibdilar. Hozir endi Firdavsdan skameykani olib qo'yamiz. Bu shart yutqizgan odamdan shunchaki skameykani olib qo'yishdi. Bolalar hozir soat 4 bo'ldi уже. Mana ikkala bolada ham bitta narsa tanlash qo'yati bor. Firdavs, nima tanlaysan? Bo'ldi bolalar, mana Firdavs hozir ovqat tanladi. Hozir bunga bitta ovqat olib kelib beramiz. Endi Saraka nima tanlashini hozir so'rab ko'ramiz. Ketdik. Firdavs ham va nihoyat ovqat tanladi. Saraga mana Joker vaqti ham keldi mana. Hozir Joker bo'ladi. Men hozir qornim to'q. Xudoga shukr, 5 shans hojatxonada yurman. Zo'rg'a chidadim to'g'risi, rебята. Men bu yoqqa qarab borsam, men qorong'ida hech kim ko'rmasa kerak. Ani tagoy turibsiz hozir. Anaqani qilib o'tirmaymiz. Qizlar silas ekan, o'chirib turasizlar. Hozir qaranglar. Endi kiyib o'tirmayman, mana shu orqaga qarab. Takoy, men yopib turibman, takoy kameram mana. Ayhent 00 sim. Qaramay turinglar. O'chi hozir biz gaplashib o'tirdik, ko'p gaplashib o'tirdik. Men qarasam, ham kelib o'chib qolgan. Men hozir o'zimning telefonimda videoga olaman bular. To'kilib qo'yadi.
Do'stlar, vaqtim o'tyapti. Ertalab ko'rdi, birgalaynaqa shuncha turdim, pashtadan 16 soatdan beri turdim. Afsuski men bu challenjni yutqizdim. Ya'ni keyindan chiqaman va tark etaman, chunki men chiday olmadim. Endi hozir Sarakan oldiga borib, Saraka nima bo'lganini bilib olamiz. Hozirlar o'tirishibdi. Hozir men borib ularga prank qilaman. Ishonishlarmikin yoki ishonishmasmikin? Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Yo, Sarakaning oldiga kelyapman. Saraka, menga o'yin tark etdi. O'chib qolibsan, aka. Haqiqat uxlab berdim-da. Ham o'chib qolgan, sinib qo'y. Afsuski, ribata, men 5:33 da o'yinimiz tugadi. 9 gacha borsa 24 soat bo'lardi. Mana shu kuruvda 24 soat yashagan bo'lar edik. Mana o'rtoqlar biz mana shu 24 soat yashashga harakat qildik, bo'lmadi. Sababi biroz o'chib qoldi. Mana shu to'klayapman, oyoqlar vashi atlas qilib yotibdi, miya o'chgan. Umuman hech nimani o'zi sabr qilib to'p oz kart o'ynab turib nima qilayotganimni ham bilmayaptim. Endi maksimal qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Qorong'ida ko'p narsa tushmadi. O'shanga borini ko'rishga harakat qildik. Like bosinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Endi 24 soat nima qilaylik, shuni yozib qoldiringlar, o'shani qilamiz. Obязательно. Biz tog'imizdan kecha mana shu videoni oldik bu. O'zi men yutmoqchi edim, to'g'risi pul yutuq umuman kerak emasdi. Biz yutuq uchun kelganim to'g'risi harakat oldin aytib qo'yay. Lekin meni qanaqadir sog'ligim deydimi, chidolmadim. Hammaga rahmat. Tushunishinglar uchun bola dam olib kelib, mana o'chib qolishganda josilar. Uxlamayotgan odam bo'lsa, men bilan o'ynab ketardi, josilar.